Xayrli kun. Assalomu alaykum hammalaringizga. Bu ekan birgalikda qalanxoya va denizli gullarimiz. Qalanxoyaning gullarini kesib tashlayman. Yig'ini kesdim. Bir dona qolishni ham sizlarga ko'rsatib o'tay kesishni. Nima xalaqit beribdi. Baribir tomiri olsin, bu gul kerak yo'q bizga hozir. Основной. O'zi tomir olsin, уже mana yangi pochkalar chiqqan. Уже qotibgina yaxshigina turibdi. Tomir ham chiqqan menimcha. Ana bu gullarimiz ham chiqqan. Ana bu ham chiqibdi mana. Bera gullar ekkandim. Hammasi ko'ring mana. Ana go'zal bo'lib chiqibdi gullarimiz. Xayrli kun hammaga, fayzli va barokatli kun tilagan holda sizlar bilan bugun yuzlashay, bir shu gullarimni ko'rsatay sizlarga degan niyat bilan sizlar tomon yuzlandim. Xayrli kun hammaga, sog' salomat bo'linglar. Kunlaringiz fayzli va barokatli o'tsin. Bizga shunaqa priroda. Bu yerga ikkita tuvak, katta tuvaklarga gullar ekkanman. Chiqibdi bu gullar ham. Mana bu ana bu sariq gul. Eslaringizga bo'lsamday sariq gulchalar bor-ku. Ana bu ikkita ham chiqibdi mana. Yana chiqib gullab yosh narsa ko'rsataman albatta sizlarga. Juda ham ikkita tuvakka ekkanman. Bu tuvagimdagi gullarim ham chiqqan. Ana ana bular asalcha bo'lib chiqqan. Xayrli kun, fayzli va barokatli kun. Hammangiz Allohga omonat bo'linglar. Sog' salomat bo'linglar.